Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda malinka deb nomlangan gul to'qimamizning to'qilishini o'rganamiz. Mana bu gulimizning namunasi uchun spitsamizga 51 ta petля terib oldik. Birinchi qatorimizni to'qib olamiz. Birinchi qatorimizda 2 ta ters petля to'qib olamiz. Endi mana bu 5 ta petlyamizdan ortcha tomondan bitta o'ng petля to'qib olamiz. Yana 2 ta ters petля to'qiladi. Endi mana bu bitta o'ng petlyamizdan 5 ta petля to'qib chiqaramiz. Buning uchun mana bitta o'ng petля to'qib olamiz. Bu petlyamiz spitsadan tushirmasdan yana bitta xomaki petля to'qib olamiz. Yana bitta o'ng, bitta xomaki, yana bitta o'ng petля to'qib olamiz. Mana endi bu o'ng petlyamizni spitsadan tushirib yuboramiz. Mana bitta o'ng petlyamizdan 5 ta petля hosil bo'ldi. Yana 2 ta ters petля to'qib olamiz. 5 ta petlyamizdan bitta o'ng petля to'qib olamiz ortcha tomondan. 2 ta ters petля, yana bitta petlyamizdan 5 ta petля to'qib chiqaramiz. Bitta o'ng, bitta xomaki, bitta o'ng petля, bitta xomaki, yana bitta o'ng petля. Mana bitta petlydan 5 ta petля to'qib chiqardik. 2 ta ters, yana 5 ta petlyamizdan bitta o'ng petля to'qib olamiz. Mana 5 ta petlyamizdan bitta petля to'qib oldik. 2 ta ters, bitta petlyamizdan yana 5 ta petля to'qib olamiz. 2 ta ters petля, 5 ta petlyamizdan bitta petля ortcha tomondan bitta o'ng petля to'qib olamiz. 2 ta ters, mana bu o'ng petlyamizdan yana 5 ta petля to'qib olamiz. Bitta o'ng, bitta xomaki, bitta o'ng, yana bitta xomaki, bitta o'ng petля. 2 ta ters petля, 5 ta petlydan bitta petля to'qib olamiz. Qator oxirida 2 ta ters petля va milk petля. Mana endi ikkinchi qatorimizni to'qib olamiz. Ikkinchi qatorimizda 2 ta o'ng petля, bitta ters. Endi 9 ta o'ng petlyalarini to'qib olamiz. Mana 9 ta o'ng petля to'qib oldik. Bitta ters, 9 ta o'ng petля. Qatorimiz oxirigacha shu tarzda to'qib olamiz. Bitta ters, 9 ta o'ng petlylar bilan. Va qatorimiz oxirida bitta ters, 2 ta o'ng petля va milk petля. Mana ikkinchi qatorimizni ham to'qib oldik. Endi 4 qatorimizni to'qima petlyasiga binoan to'qib olamiz. Ters petlylarimizni ters qilib to'qib olamiz. O'ng petlylarimizni o'ng petlylar bilan to'qib olinadi.
Endi mana bu juft qatorimiz ham to'qima petlyasiga binoan to'qib olinadi. Mana 4 qatorimizni bir xil tarzda to'qima petlyasiga binoan to'qib oldik. Endi mana bu qatorimiz ham xuddi birinchi qatordagidek to'qib olinadi. Faqat gullarimizning o'rni almashadi. Mana qator boshida 2 ta ters petля to'qib olamiz. Endi mana bu o'ng petlyamizdan 5 ta petля to'qib chiqaramiz. Mana bitta o'ng petля, bitta xomaki, bitta o'ng, bitta xomaki, yana bitta o'ng petля. Mana bitta petlyamizdan 5 ta petля to'qib chiqardik. 2 ta ters petля to'qib olamiz. Mana bu 5 ta petlalarimizdan endi ort devorcha tomondan bitta o'ng petля to'qib olamiz. Endi 5 ta petlyamizdan bitta petля to'qib oldik. 2 ta ters. Mana bu bitta petlyamizda yana 5 ta petля to'qib olamiz. Bitta o'ng, bitta xomaki, bitta o'ng, bitta xomaki, yana bitta o'ng petля. 2 ta ters. 5 ta petlyamizdan ort devorcha tomondan bitta o'ng petля to'qib olamiz. 2 ta ters petля. Bitta petlyamizdan 5 ta petля to'qib olamiz. 2 ta ters. 5 tadan bitta petля to'qib chiqaramiz. Yana 2 ta ters petlalarimizni to'qib olamiz. Bitta petlyamizdan 5 ta petля to'qib chiqaramiz. Ikkita ters, 5 tadan bitta petля to'qib olamiz. Qator oxirida 2 ta ters petля, bitta petlyamizdan 5 ta petля to'qib olamiz va 2 ta ters va milk petля. Mana bu qatorimizni ham to'qib oldik. Endi bu juft qatorimizda to'qqizta o'ng petlalarimizni to'qib olamiz. Qator boshida bitta ters petля to'qib olamiz. Yana 9 ta o'ng petля. Bitta ters. Qatorimiz oxirigacha hamma petlalarimizni xuddi shu tarzda to'qib olamiz. Qator oxirida 9 ta o'ng petlalarimizni to'qib olamiz. Mana endi yana 4 qatorimiz to'qima petlyasiga binoan to'qib olinadi. O'ng petlalarimizni o'ng qilib to'qib olamiz. Mana bu ters petlalarimizni ters petlalar bilan to'qib olamiz.
Mana o'ng petlyamizni o'ng petля bilan to'qib oldik. Mana bu ters petlalarimizni ters qilib to'qib olamiz. To'rt qatorimiz mana shu bir xil tarzda to'qib olinadi. Mana yana to'rt qatorimizni to'qima petlyasiga binoan to'qib oldik. Malinka deb nomlangan gulimiz xuddi mana shu tarzda to'qib boriladi. Qolgan qatorlar guli yana takrorlanadi.